misol uchun uzoq vaqt foydalanadigan mulkka egalik huquqi qanaqa tasdiqlanadi? Soddaroq aytadigan bo'lsam, bu uy-joyni yoki bino inshootni kadastr qila olmaysiz. Fuqarolardan juda ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. O'zi aslida mana hozirgi kunda yerga bo'lgan huquqi nimalar tasdiqlab o'tadi? Etapga o'tadigan bo'lsak, 2021 yil 1-avgustdan boshlab endi nima qilinadi? Hududiy arxivlardan bu to'g'risida ma'lumotnomani olsa bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz sizlar bilan Xudo xohlasa yangi suhbatimizni uyushtiramiz. Ya'ni hozirgi kunda hujjatsiz yer yoki uylarni rasmiylashtirish muammolari haqida aynan suhbat uyushtiramiz. Bunga sabab esa mana aynan hozirgi kunda fuqarolardan juda ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Aksariyati kadastr qilinmagan uylar yoki misol uchun hujjatsiz qurilgan binolar yoki o'z boshimchalik bilan egallab olingan yerlar yoki eski qarorlar asosida foydalanib kelingan yerlar haqida hozir suhbat quramiz va bugungi bizning suhbatimizni mehmon doimiy ekspertimiz Doniyor Imomniyozov. Assalomu alaykum, Nodirbek. Assalomu alaykum aka. Demak, keling shu narsa bo'yicha suhbat quraylik. Keyin men sekin savol berib boraman, shularga javob bersangiz, sekin suhbatimizni rivojlantirib boramiz. Demak, mana hozirgi kunda mana yerga huquq rasmiylashtirilmasdan yoki uy yoki bino kadastr qilinmaydigan tushuncha bor. Shu qanaqa o'zi? Xo'p. Yerga nisbatan huquq bo'lmasa, uni ustidagi binoga nisbatan qurilgan bino inshootlarga nisbatan muayyan bir holatda huquq olib bo'lmaydi. Soddaroq aytadigan bo'lsam, bu uy-joyni yoki bino inshootni kadastr qila olmaysiz. Bunga sabab mana ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi qonunda, adashmasam 11-moddasida shunaqa qoida belgilangan. Agar sizni yeringizga nisbatan huquq belgilangan bo'lsa, bu huquq 2021-yilga qadar bo'lgan davrda, 2021-yil, yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, 1-avgustgacha bo'lgan davrda yer uchastkasiga nisbatan jismoniy shaxslarga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi bilan yuridik shaxslarga bo'ladigan bo'lsa, doimiy foydalanish, doimiy egalik qilish huquqi bilan yer uchastkasi ajratilgan hokimlarning qarori asosida yoki ijara huquqi bilan berilishi mumkin bo'lgan. Ana shu davrdan keyingi etapga o'tadigan bo'lsak, 2021-yil 1-avgustdan boshlab yer uchastkasi jismoniy shaxslarga mulk huquqi asosida, yuridik shaxslarga bo'ladigan bo'lsa, ijara huquqi asosida berilishi nazarda tutilyapti. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining o'sha 62-43 son farmoni qaroridan keyin bo'layotgan ishlar. Ana endi nima uchun yerga nisbatan huquq bo'lmasa, uni ustiga nisbatan bino inshootga huquq olib bo'lmaydi, kadastr qilib bo'lmaydi. Bunga sabab o'sha aytganimiz qonunni yuqoridagi moddasi, undan tashqari Fuqarolik kodeksining 212-moddasida o'z boshimchalik bilan qurilgan imorat degan tushuncha bor va ana shu o'z boshimchalik bilan qurilgan imoratga nisbatan kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar. Savol tug'iladi, birinchi o'rinda o'z boshimchalik bilan qurilgan imoratning o'zi nima? Qachon biz muayyan bir bino yoxud inshootni o'z boshimchalik bilan qurilgan imorat deymiz? Birinchisi, 3 ta rejimi bor. Muayyan bir obyektni o'sha tipga tushirishimiz uchun birinchisi qonun hujjatlariga muvofiq belgilanmagan yoki bo'lmasa ajratilmagan yer uchastkasida bino inshootni quradigan bo'lsangiz. E'tibor bering, aynan o'sha narsaga bog'lanyapti. Ya'ni sizda yerga nisbatan huquq yo'q, bino inshootni qurib qo'ydingiz. Endi o'z-o'zidan bu o'z boshimchalik bilan qurilgan imorat. Sabab sizda yerga nisbatan huquqning o'zi yo'q edi. Ana endi ikkinchisi bu o'sha 212-moddada o'zida qayd etiladi. Qurilish arxitektura mezonlarini buzgan holatda qurilgan bo'lsa. Misol uchun sizga 2 etajga, 2 qavatga ruxsat berildi, siz 4 qavat qilib qo'ydingiz. Qurib qo'ydingiz. Bunaqa holatda ham o'z-o'zidan o'z boshimchalik bilan qurilgan imorat va siz yana kadastr hujjatini ola olmaysiz. Bunga misol o'sha Samarqanddagi Qo'ziqorinsimon uy yorqin misol bo'ladi, yoxud shu o'tgan yil kuzda boshlandi, adashmasam qishda ham ozgina davom etdi. Marat Buildings binolarida 7 qavatgami, 9 qavatgami qurilishga ruxsatnoma olingan, vaholanki bino inshootlar 14 qavatgacha qurilgan. Endi o'z-o'zidan bu ham o'z boshimchalik bilan qurilgan imorat rejimiga tushadi va unga nisbatan ham kadastr hujjatini olib bo'lmaydi. Uchinchisi, qurilishga ruxsatnoma olinmasdan qurilgan uy-joylarga nisbatan yoki bo'lmasa boshqa bino inshootlarga nisbatan. O'zi qurilishning qoidasi bo'yicha sizga aytadigan bo'lsam, biz teskari ishlaymiz-da, Nodirbek. Birinchi o'sha hokimning qarorini chiqartiraylik, oldingi davr nuqtai nazaridan. Birinchi uyni quramiz, ana undan keyin kadastr qilishga tushamiz va ruxsatnomani keyin olamiz. Asli tartibi bo'yicha siz birinchi yerga nisbatan huquqni olishingiz kerak.
ana undan keyin hozirgi tartib bo'yicha, hozirgi etap bo'yicha aytadigan bo'lsam, davlat xizmatlari markazi orqali qurilishga ruxsatnoma olish uchun ariza berishingiz kerak. O'sha tegishli mutasaddi tashkilot o'rganib chiqadi va qurilishga ruxsatnomani beradi. O'shandan keyin qurishni boshlaysiz. Sizga qurilish tugallanmagan obyekt sifatida kadastr hujjati rasmiylashtirib qo'yiladi. Va qurilishni tugatganingizdan keyin men qurilishni tugatdim, endi menga foydalanishga topshirish to'g'risida ma'lumot bergin, guvohnoma bergin degan mazmunda murojaat qilsangiz davlat xizmatlari orqali. Va ana endi shu 9 tamikin tashkilot bor. Uning ichida o'sha yong'in xavfsizligi bor, sanitariya bor, SES deb aytamiz, kadastr bor yoki bo'lmasa o'sha hokimiyat huzuridagi qurilish bo'limlari bor, boshqa tashkilotlar bor. Hammasi o'rganib chiqib, foydalanishga topshirishga ruxsatnoma beradi. O'sha ruxsatnoma asosida biz kadastr qilamiz va shundagina bu qurilish qonuniy hisoblanadi. Bizda teskarisi, birinchi uyni quramiz, ana undan keyin kadastr qilishga harakat qilamiz. Ruxsatnomasini ham, ekspertizasini ham, boshqasini ham oxirida o'tkazdiramiz. Bunaqa holatlarda ham o'sha rejimi, qurilgan obyektning rejimi o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratga tushib qoladi va 212-moddani adashmasam ikkinchi qismida qoida ketadi. O'zboshimchalik bilan qurilgan imoratga nisbatan mulk huquqi o'rnatilmaydi. Bu imoratni siz sota olmaysiz, hadya qilish mumkin emas va xud boshqacha tarzda uchinchi shaxslarga o'tkazish huquqini qonun cheklab qo'yadi. Va bu narsa huquqiy jihatdan asosli bo'ladi. Rahmat o'tgan javob uchun. Keling, endi men bu bir savolimiz bor edi, ya'ni o'sha atroflicha javob berdingiz. O'zi asli mana hozirgi kunda yerga bo'lgan huquqi nimalar tasdiqlab o'tadi? Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi qonunning 31-moddasida yerga nisbatan huquqni belgilaydigan hujjatlarni 3 ta toifaga bo'lishimiz kerak. 3 ta davrga bo'lsak to'g'riroq bo'ladi. Birinchi davr eng eski davr. Yer qonunchiligi amal qilib turgan davr. Yer to'g'risidagi qonun amal qilib turgan davr. Bu 1998-yilgacha qadar davrni o'z ichiga oladi. Bu davrda yerga nisbatan huquqni nima tasdiqlaydi? Bunda o'sha oldin bilsangiz savxoz, kolxoz degan tushunchalar bo'lgan. Va o'sha kolxoz yoki bo'lmasa savxozni xodimlariga, ishchilariga bino inshoot yoki tartibdagi uy-joy qurish uchun o'sha savxoz yoki bo'lmasa kolxozning raislari tomonidan yer ajratilgan. O'sha qarorlar bo'lsa, ehtimol 80-yilda, 85-yilda yoki undan ham oldinroq ajratilgandir bu yer uchastkalari. Va o'shanga nisbatan yuqorida aytgan hujjatlarimiz bo'lsa va bu huquqni tasdiqlaydi yerga nisbatan. Agar bu hujjatlar bo'lmasa-chi, tabiiy hol 80-yildagi hujjatlar hozirga qadar oradan 50 yilga qadar vaqt o'tyapti. 40 yil. Uzr. Endichi endi nima qilinadi? Hududiy arxivlardan bu to'g'risida ma'lumotnomani olsa bo'ladi. Arxivda agar hujjatning ma'lumotnomasi, ya'ni o'sha paytdagi berilgan qarordan nusxa bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani o'zi bilan biz davlat xizmatlari markazi orqali yerga nisbatan huquqni belgilattirib, to'g'riroq belgilangan huquqni tasdiqlatib, ustidagi binoni kadastr qilishimiz mumkin. Ikkinchi davr yer kodeksi qabul qilingan 98-yildan boshlab 2021-yil 1-avgustga qadar bo'lgan davrda. Yuqorida ozgina aytib o'tib ketdim. Bu davrda O'zbekiston Respublikasining fuqarolariga yakka tartibda uy-joy qurish uchun tuman shahar hokimlarining qarori asosida yer uchastkasi berilgan. Demak, 98-yildan boshlab 2021-yil avgustga qadar bo'lgan davrda yerga nisbatan huquqni tegishli hokimning qarori tasdiqlaydi. Boshqa hujjatlar emas. Bo'lishi mumkin ijara huquqi. Ijara ham o'sha davrda hududiy hokimliklar tomonidan ijara huquqi asosida ajratilgan. Agar yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsa, o'tgan o'sha yuqorida aytib o'tgan davrimizda doimiy egalik va doimiy foydalanish huquqi asosida yerga nisbatan huquqni tasdiqlaydi. Bu yuridik shaxslar uchun. Jismoniy shaxslar uchun bo'ladigan bo'lsa, meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi hokimning qarori asosida bo'lgan. Undan keyingi davr ana endi o'sha 6243 qaror bilan va undan tashqari mana konstitutsiyamizning o'ziga yerga nisbatan mulk huquqini e'tirof etishga oid bo'lgan yerni xususiylashtirish bilan bog'liq bo'lgan masala 67-moddaga qo'shildi. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, ana endi 2021-yil 1-avgustdan bu etapga hozirga qadar davrda yerga nisbatan huquqni mulk huquqi. Bu mulk huquqini tasdiqlaydi. Yer uchastkasi auksionda sotib olingan bo'lsa, auksion davlatnomasi
yoki bo'lmasa o'sha meros qilib qoldirilgan umrbod egalik qilish huquqini keyinchalik xususiylashtirilgan bo'lsa, xususiylashtirishdagi davlatning orderi bu mulk huquqini shu bilan birgalikda yerga nisbatan huquqni tasdiqlaydi. Rahmat kattakon. Keling endi hozirgi kunda yana turli xil muammolar bor. Aynan amaliyotda misol uchun ko'plab uylar, binolar hujjatsiz bo'lsa-da, o'nlab yillardan beri foydalanib kelinadi. Misol uchun uzoq vaqt foydalanilgan mulkka egalik huquqi qanaqa tasdiqlanadi? Rahmat savolingiz uchun. Fuqarolik kodeksida 187-moddada aynan mazkur munosabatni tartibga solishga qaratilgan norma belgilanadi. Bu degani normani mazmuniga qarab aytadigan bo'lsam, ko'chmas mulkka nisbatan 15 yil, ko'char mulkka nisbatan 5 yil, o'ziniki bo'lmagan o'sha mol mulklarga nisbatan o'ziniki kabi halol, oshkora, uzluksiz egalik qiladigan bo'lsa, o'shanga nisbatan mulk huquqini qo'lga kiritish mumkin. Ya'ni egalik huquqi e'tirof etiladi. Siz bo'lishi mumkin o'sha qonunchilik nuqtai nazaridan va hozirgi amaliyotdagi masalalardan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, hokimning qarori bo'lgan yoki bo'lmasa kolxozni, savxozni qarori bo'lgan sizda. O'shanga asosan uy joyini qurgansiz, lekin kadastr qilinmagan. Sizning qo'lingizda hujjatning o'zi ham yo'q, yo'qolib ketgan. Bo'lishi mumkin tabiiy holat. Ana shunday vaziyatda o'sha fuqarolik kodeksining 187-moddasiga ko'ra yerga nisbatan huquqni belgilatib, undan tashqari uni ustidagi bino inshootni kadastr qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bunda 187-moddaning mezonlari bo'yicha 15 yillik yoki bo'lmasa 5 yillik muddat, ko'chmas mulkka nisbatan 15 yil bo'lganligi uchun bu muddat da'vo qilish muddati o'tgandan keyin boshlanadigan qoida ketadi. Bu degani 3 + 15. Demak, 18 yil davomida siz o'sha bino inshootga egalik qilgan bo'lsangiz, bunga nisbatan siz sud orqali mulk huquqini qo'lga kiritishingiz mumkin. Ya'ni bu alohida tartibda ko'riladigan ishlar egalik huquqini e'tirof etish bilan bog'liq bo'lgan. Arizachi sifatida fuqarolik sudlariga ariza kiritiladi va sud hujjatlarni o'rganib chiqib, sizning da'vo arizangiz agar sizda yana qanaqadir qo'shimcha hujjatlar bo'lsa, ehtimol o'sha paytdagi hujjatning nusxasini yoki bo'lmasa arxivdan qanaqadir ma'lumot olarsiz. Aynan arxivda yo'qligi, yo'qolganligi to'g'risida ma'lumot bu ham asos bo'lishi mumkin. Va shu hujjatlarni taqdim etadigan bo'lsangiz, sud baho beradi albatta. Yakunda egalik huquqini e'tirof etadigan bo'lsa, bu holatda ham siz bemalol binoni kadastr qilishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat kattakon. To'g'ridan to'g'ri mana hozir xususiylashtirish yoki misol uchun egalik qilish haqida gapirib o'tdingiz. Keling, hozir o'z fuqarolarda ko'pincha savol tug'iladi. Mana biz 20-30 yildan beri qaysidir yerdan foydalanib kelyapmiz, lekin hujjatimiz yo'q. Qanday qilib uni misol uchun xususiylashtirsak bo'ladi degan savol beradi. Demak, o'zi xususiylashtirish qanday bo'ladi jarayoni? Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi qonunga ko'ra ikki xil holatda yer uchastkasini xususiylashtirish mumkin. Birinchisi, bu sizga muayyan bir huquq asosida tegishli bo'lgan yer bo'lsa, yuqorida aytib o'tdik-ku, meros qilib qoldirilgan umrbod egalik qilish huquqi yoki doimiy foydalanish, doimiy egalik qilish huquqi asosida tegishli sizga yer. Bunday holatda ariza berasiz hududiy kadastr organlariga, davlat xizmatlari markazi orqali bu ham va o'sha yer uchastkangizga belgilangan soliqni 5 karrasini birdaniga to'laysiz. Va shu asosda siz yerni xususiylashtira olasiz. Bunda sizga davlat orderi beriladi. Va shu bilan mulk huquqini qo'lga kiritasiz yerga nisbatan. Endi uni bemalol sotishingiz mumkin. Ustiga istalgan o'sha qonunchilik me'yorlariga to'g'ri keladigan bino inshootni quradigan bo'lsangiz, kadastr qilish imkoniyati bor. Ikkinchi holatga keladigan bo'lsak, ikkinchi holati bu auksion orqali, auksion savdolari orqali siz yer uchastkasini bemalol xususiylashtirishingiz mumkin. Bu qanday bo'ladi? Davlat xizmatlari markazi orqali o'sha o'zingiz xususiylashtirmoqchi bo'lgan yer uchastkasiga talabgor sifatida ariza topshirasiz. Va ariza hududiy kadastr organlariga kelib tushadi va kadastr organlari agar o'sha yer uchastkasi, bilamiz, mana qizil chiziq degan tushuncha bor. Bosh reja, har bitta hududni o'zini bosh rejasi bor, game plan ham deyishadi. O'shanga mos keladigan bo'lsa, uni auksion savdolariga chiqaradi. Va auksion savdolariga chiqqandan keyin siz o'sha yer uchastkasini xususiylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Auksionda qatnashasiz, yuqori narxni taklif qiladigan bo'lsangiz va auksionda g'olib bo'ladigan bo'lsangiz, albatta bu yer uchastkasini siz xususiylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Bunda ham sizga nisbatan davlat orderi beriladi. Rahmat kattakon. Endi
Hozir to'g'ridan to'g'ri shu savoldan keyin boshqa savol yuzaga keldi. Ya'ni o'z yer uchastkasi mana hozir misol uchun auksion qo'yilgan ekan, unda qiymat bo'lishi kerak. Qiymat qanaqa aniqlanadi? Yer uchastkasini qiymati o'zi umuman baholash faoliyati bilan bog'liq bo'lgan jarayon hisoblanadi bu. Joylashgan joyiga o'zi baholash faoliyati to'g'risidagi qonunchilikka qaraydigan bo'lsak, 3 xil etapda baholanadi muayyan bir obyekt. Bu qiyoslash usuli orqali, bu xarajat usuli orqali va aralash usul deyiladi. Xarajat usuli bu ko'proq bino inshootlarga nisbatan tegishli bo'ladi. Qancha siz sarf xarajat qilgansiz o'sha bino inshootga nisbatan. Endi qiyoslash usuli bor, u nisbatan kengroq. O'sha bino inshoot yoki bo'lmasa yer uchastkasi joylashgan hududda atrofidagi yerlarning narxi qancha yoki bino inshootlarning o'rtacha narxi qancha. Endi uchinchi usuli bor, aralash usuli. Ham xarajat usulini, ham qiyoslash usulini qo'llashimiz mumkin. Bunda o'sha xususiy baholovchi tashkilotlar yordamidan foydalanish mumkin yoxud hududiy ekspertiza markazlaridan, sudmet ekspertiza markazlaridan mana bunday ma'lumotni olsa bo'ladi. Bundan tashqari o'sha kadastr organlarida taxminiy o'rtacha qiymati ham mavjud. Shundan kelib chiqib yer uchastkasini boshlang'ich narxi belgilanadi va auksionda u boshlang'ich narx albatta ko'tarilib ketaveradi. Rahmat kattakon javobingiz uchun. Rahmat kattakon suhbat uchun. Demak, hurmatli bizning kuzatuvchilar, aynan mana bugungi suhbatimizda aynan ko'plab fuqarolardan kelib tushgan savollar yoki misol uchun muammolar haqida gaplashdik. Ya'ni hujjatsiz yer, uylarni rasmiylashtirish muammolar, nimalar qilish kerak, xususlashtirish yoki auksion tizimlari haqida suhbatlashib o'tdik. Rahmat, kelasi suhbatlarga salomat bo'ling.